Şu ro'zg'arda endi. Shu Üstüme bir chiqadigan erkak yashayapti siz bilan, qarang. Qashqadaryoda hokimlar tozalik tintuvi o'tkazmoqda. Bugun kanalga qo'yilasiz siz hozir. Mana shu mahalla kanalida o'zingiz ko'rasiz. Hokimning uyiga bostirib kirishga haqqi bormi? Ko'rpa-to'shakni qarang, ertalab qanday chiqib ketgan bu ro'zg'or. Dolzarb 40 kunlik aslida qanday o'tishi kerak? 3 kun, 4 kunlik idishlari bilan yotadi bular. Sasib. Siz ham ko'rgandirsiz, Shahrisabz tuman hokimi Samat Hasanov dolzarb 40 kunlik tadbirini juda qattiq olib bormoqda. Jarayonda Shamaton mahallasi fuqarolarini sazoyi qilish, toza o'tirmagani uchun jarima solish va videolarni guruhlarga yuborish bilan tahdid qilmoqda. Tarqalgan videoda hokim mahalla raisi bilan fuqaroning uyiga kirib, tandurxonadan boshlab reyd qilgan. Unda devor ostidagi tozalanmagan o't, tandurxona burchagidagi axlatga ishora qilib, nima uchun tozalamaysiz? Kecha qanday uxladingiz? Bunaqa xonadonga normalniy odam qiz bermaydi kabi haqoratlar bilan tintuv davom etgan. Navbat oshxonaga. Unda stol ustidagi changdan tortib muzlatkich ichida qolgan 2 kunlik sabzi ham tanqid qilingan. Siz bilan bir erkak yashayapti. Xolodilnikni ushlab bo'lmaydi. Nega mening ro'zg'orim toza, sizniki esa yo'q? Shu ham yashashmi deya tanbeh bergan. Bundan shoshib qolgan xonadon bekasi esa qayta hokimdan uzr so'ramoqda. Video tarqatilgandan so'ng jamoatchilik holatdan keskin norozi bo'ldi. Faollar holatni shaxsiy daxlsizlikning buzilishi, hokimlar qaynona roliga o'tib olganini keskin qoralashdi. Shundan so'ng Shahrisabz tuman hokimligi holatga munosabat bildirdi. Unda aytilishicha, hokimlik fuqarolarning uy-joy daxlsizligi, shaxsiy hayoti, sha'ni va qadr-qimmati konstitutsiya bilan kafolatlangan huquqlar ekanini to'liq e'tirof etadi hamda barcha xizmat faoliyati qonunchilik doirasida amalga oshirilishini ta'kidlaydi. Aytilishicha, o'sha kuni hokim dolzarb 40 kunlik tadbirlar doirasida mahallalarda obodonlashtirish, sanitariya holatini o'rganish hamda yordamga muhtoj aholidan xabar olishga borgan. Hokimlik talqiniga ko'ra, ular mahalladan o'tayotib, qarovsiz holatdagi uyni ko'rgan. O'sha uyda nogironligi bor keksa er-xotin yashaydi deyishgani uchun holidan xabar olishga kirgan. Oqibatda darvozalar adashtirib qo'yilgan va videodagi hovliga kirib ketishgan. Hokimlik xonadonga kirishdan oldin uy egalaridan ruxsat olganini, xonadonning ko'cha qismi atrofi ozodaligini saqlash va tomorqadan unumli foydalanish bo'yicha tavsiya hamda tushuntirishlar berilganini ma'lum qilgan. Videoda esa jarayon aslida qanday bo'lganini ko'rish mumkin. Bu mavzu bir necha kundan buyon muhokamada. Rasul Kusherbayev ayni paytda hokimlarning uyma-uy kirib, qaynona rolini bajarib qilayotgan holatlarini to'liq noqonuniy hisobladi. O'zingizni kulguga qo'ymanglar va davlatchilikni bunday sharmanda qilmanglar degan u. Bu kabi fikrlarni yana o'nlab topish mumkin. Muhokamali ushbu holatdan keyin Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi Qashqadaryo viloyat hokimligiga holat yuzasidan xizmat tekshiruvi o'tkazish va unga qonuniy huquqiy baho berish haqida taqdimnoma kiritgan. Albatta, hokimlar bu ishlarni shunchaki qilayotgani yo'q. Ya'ni O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan mamlakat bo'ylab dolzarb 40 kun tadbirlari start olgan. Tadbirning asosiy maqsadi esa hududlarda sanitariya tozalash ishlarini yanada kuchaytirish, chiqindilarni boshqarish tizimini takomillashtirish hamda aholining ekologik madaniyatini oshirishdan iborat. Ammo hokim o'tkazgan reyd qaysi uslub va maqsadga to'g'ri keladi? Fuqarolardan talab qilinayotgan ishlar uchun mahalla infratuzilmasi qanchalik javob beradi? Mahalla obodligi, uning tozaligiga barcha birdek mas'ul. Lekin buni haqorat, tahdid, sharmanda qilish bilan amalga oshirish sizningcha qanchalik to'g'ri? Siz yashayotgan mahallada bu ishlar qanday amalga oshirilmoqda? Sizning hokimingiz qanday ishlaydi? Talablarga yarasha mahallalarda yetarlicha sharoit bormi? Fikrlaringizni albatta yozib qoldiring.